Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan yana Turkiya hayoti bilan bo'lishga qaror qildim. Bugungi videomiz mana ko'rganingizda kraskalash fabrikasiga keldik. Kraska fabrikasi mana ko'rganingizda har bir detallarda, temirlar, har xil turdagi temir, har xil turdagi temir alyumin va hokazo shunga o'xshash narsalarda kraskalar boradigan fabrika. Mana ko'rib turibsizlar, mana oqlarda mana shu alyuminli kraskalayapti. Hozir kraskalash jarayonini albatta tomosha qilasiz. Mana kraskalayapti. Nimani ichida, mana shu qutining ichida katta haligi kraskalash haligisi bor. Mashina boshlangan. Mana ko'rib turibsizlar, mana bir akamiz kraska qilish jarayonini albatta tomosha qilmoqdasiz. Undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, bu yuqorida mana hozir birozdan keyin tomosha qilasizlar. Boya ko'rgan saytga qora haligi temirlar ko'rinyapti. O'sha qora temirlar turgan joyda pechka bor. O'sha pechkada kirgizib, pechkada qizdirib, mana shu kraskalarni qotirib oladi, pishirib oladi. Mana shularni pishiradi. Kraskani shu darajada mustahkam qilish uchun, qotirish uchun pechkaga tiqadi. Mana shunday holatdan keyin pechkaga tiqish holatini ham albatta sizlar bilan boshqa videolarimizda tomosha qilasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu ish jarayoni kraska qilish. Detalni kraska qilyapti. Hozir ko'rib turganingizda mana shu kraska fabrikasi. Har xil turdagi alyumin bo'lami, temir bo'lami, mis bo'lami, barcha turdagi o'sha temir deganlarni kraskalab, har xil ranglarga kraskalab beradi. Har xil turda xohlang qora, xohlang qizil, xohlang yashil va hokazo xohlagan ranglaringizda kraskalab beradi. Mana shunaqa fabrikalar mana ko'rib turibsizlar, ishlab chiqarish jarayoni katta fabrika, 4 kishi 5 kishi ishlaydi. Ko'rib turganingizda mana shu Turkiyada kraskalash fabrikasi. Qanaqa temirlar bo'lishdi, mana tagi nimani kraska qutini tagi qismini mana ko'rib turibsizlar. Kraskalash nimasida bu kraskalash ombori. Ombor desa ham bo'ladi biz o'zbekchada. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu karton ichida mana haligi bor, kraska. Xuddi unga o'xshaydigan narsa purkab berayapti. Mana mashina. Oq switchlar yonib turgan. Hurmatli obunachilar, o'sha mashina mana shlarni ko'ryapsizlar. O'sha shlar orqali purkab yoqqa chiqarib berayapti. Mana